Namoz Alloh bilan bandaning o'rtasidagi muomala. Bunga boy bo'lasizmi? Safarda bo'lasizmi? Kasal bo'lasizmi? Qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar ado qilishligingiz kerak. Namoz birodarlar Qur'onda 83 dan ko'p joyda zikr qilingan. Qur'onda namoz haqida 83 dan ko'p joyda zikr qilgan birodarlar. Namoz shunday ibodat burhanun deydi. Qiyomatda sizni hujjatingizga o'tib beradi birodarlar. Nima deb o'tib beradi? Ya Robbim, bu meni aziz qilgan, sen buni aziz qilgin derkan. Ya Robbim, bu meni qoim qilgan, meni ado qilgan, o'qigan, peshonalarini sajdaga qo'ygan, bugun sen buni aziz qilgin derkan. Namoz bizning foydamizga hujjat bo'lar ekan. Yoki aksincha, ya Robbim, bu meni xorlagan, bu meni zoya qilgan. Bir kunda 5 mahal azon aytilib tursa, bu meni zoya qilgan, sen ham buni bugun zoya qilgin derkan. Bundan boshqa nimamiz bor birodarlar? Ro'zani qoillatib tuta olmayapmiz. Zakotga pulimiz yetmayapti. Hajga ku bora olmayapmiz. Namozimiz ahvolini bir qarang-da. Bir qoil maqom namoz yo'q. Bomdodlar qazo, peshinlar chola pula, asrlar chola pula, shomlar qazo, xuftonda uxlab qolamiz. Shuni o'z og'zi bilan aytib beryapti menga bir odam. Domla, qiynalib ketyapman, namozni boshlay olmayapman. Bomdodda uxlab qolaman, peshinda amallab o'qiyman, asrda ham chola pula o'qiyman, shom yo'q, xufton yo'q. Qanday qilay shu namozga astoydil bo'lsam deyapti. Allohdan so'rashimiz kerak edi birodarlar. Alloh sunmasa, namozni muhabbatini qalbimizga solmasa, namozni lazzatini biz tota olmasak, bu o'ta badbaxtlikdir. Namozda Alloh bilan muomala qilasiz. Qarang, qalbingizga yoqqan bir odam bilan gaplashsangiz mazza qilasiz. Nega namozdan shuni topolmayapmiz? O'ta qo'rqinchli narsa bu. Ko'nglingizga yoqqan odam bilan soatlab o'tirib gaplashib mazza qilasiz. Lekin namozda Alloh bilan gaplashib nega lazzat topolmayapmiz? Qani namozimiz birodarlar? Mana shu namozlar zoya qildi deb qiyomatda foydamizga, ya'ni zararimizga yoki bular meni qoim qildi deb foydamizga guvohlikka o'tib beradi birodarlar. Amal daftarimiz ochiladi. Amal daftarimizning birinchi betida birodarlar nima turadi? Namoz turadi. Subhanalloh. Agar mana shu birinchi sahifasida namoz mukammal bo'lsa, bu payg'ambar alayhisolatu vassalomning xushxabar va'dalari.